Orqasini yechdik betonimizni. Hozir ichkaridan ham ko'rsataman. Tomonni ham ko'rayotganlaringdek polinib bitgan. Ограждение uchun armaturani tiqib qo'ydik. Nasib bo'lsa mana shu yerdan endi tushadigan joy bo'ladi. Qurgan stena. Tak razmer 16,5 ni 30 dan qildik. Mana shu tugadi. Juda qulay. Razmerlarga to'xtalsak 16 ga 32 standart ketgan. Chiqib tushish juda qulay. Aytganimdek aplikasiyani endi kechga yechamiz. Bilasizlar, har bir tig'i uchib qolishi mumkin yosh bolalar uyda. Bular hammasi standart bo'lib chiqilgan. Bu tomonda plashatkamiz ham bor. Kamida 85-90 sm. Keyin bu tomonga ограждение qilish uchun armatura ham qo'yib ketganmiz. Yosh bola tushib ketmasligi uchun ограждение bo'ladi bu tomon. Endigi navbat narigi tomonni betonni olamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Ikkinchi yamamizni kovladik. Tak 4 metrlik xona, 2,5 metrlik koridor, narigi 5 metrlik xona bo'lyapti. Hozir biz qilingan narsalar hammasini olib chiqdik. Endi rasvor to'kishni boshlaymiz. Bu tomonni beton qo'yildi gazlar. Hammasi navbat bilan ketyapti. Bu tomonda eslaringda bo'lsa shag'al to'kilganda, shag'alni olib, gravelni zaspga qilib. Mana bularni ham olishimiz kerak. G'ish zagotovka qilamiz. Tak. Endi hozir mana bu g'ishtimizni yarmini kesib ketishimiz kerak bo'ladi, bir qatorini. Sababi pilta zakaz qilganmiz. Pilta keladi nasib bo'lsa. Tak 5 ta pilta ketadigan bo'ldi. Piltamiz o'zi 3,600,000 so'm, ustanovkasi, dastavkasi 1,200,000 so'm. Manipulyatorchi keldi, ko'rdi. Vaziyatni qo'yishdi. Ko'cha tor. Tak shu ko'chadan kirib keladi. Bizning qiladigan ish bu gaz turbani ko'tarishimiz kerak ekan, past qo'yishimiz kerak ekan, chunki manipulyatorda balandligi 4 metr ekan. Keyin nariga qumni olib bu tomonga tashab, yarida qozib, turbani ko'tarib manipulyatorda o'tkazamiz. Bu tomonni ham o'zini atboynigimiz tayyor turibdi. Qo'lni olamiz, nariga tomonni ham kesib olamiz. Ikkita fortishga bu yerdan o'tishimiz kerak, bolgarkamiz ham startda. Perforatorimiz ham turibdi. Yana o'zi atboyni bo'lmasa, keyin perforator bilan qilishimizga to'g'ri keladi. Atboynini moyini ko'rishimiz kerak. Bu ishlar bitgandan keyin pastga jilkasini tortib qo'yganmiz, o'rinni lazerga olib strechkasini qilib ketamiz. Shu bilan bizning puzzle temamiz yopiladi. Undan keyin biz mana bu g'ishtni terishni boshlaymiz. O'zi aslida bu yerga men o'choq joy qilish uchun keldim. O'choq joy qo'lida g'isht ko'taramiz deyishdi. G'ishtni ko'tarib yopish uchun puzzle to'g'rilash kerak ekan, puzzlega tushirib olishdi oxiri. Men endi xudo xolasa 10 kun deganda mana puzzle qo'ldan chiqdi. Endi nasib bo'lsa filtrni qo'ygandan keyin g'ishtni boshlaymiz. Qanday qilamizmi? Sal charchab qoldim. Albatta zaspani qo'yish kerak.
mayda chuyda ancha ish bor. G'isht terib bo'lgandan keyin bu ishni vaqtincha to'xtatib qo'yamiz. Kirishasiga boshqa bitta obyektimiz bor, bu yoqqa borishimiz to'g'ri keladi. Shunaqa qilib har bitta joydan bir kusoq tishlab qo'ymasak, yozga ishni boshqa bir urib ketishi mumkin. Hozir o'zi orttirib qo'ygan ishlarimni boshqa brigadaga berib yuboryapman shunaqasiga. Endi bu o'zimning ishlarimga kelsak, buni hech kimga berib bo'lmaydi, sababi o'zingiz qilasiz degan. Shuning uchun naryoqdan borib bir kusoq tishlab kelamiz. O'zi bir sezonda 4 ta obyekt yetarli. Normal pul ishlayman desangiz 4 ta obyekt yetarli. Shu 4 ta obyektni puli sizga kelasi yil bahorgacha yetadi. Mana shunaqa qilasiz. Charchamaylik. Nihoyat parvalimizda ish ham tugadi. Shu filtrni qo'yishimiz kerak edi, bo'ldi edi. Endi bu yoq nasib bo'lsa mana buni olish kerak. G'ishtni 2 kundan keyin olib keladi. Sochkalar shu chotga o'tiribdi. Pastdagi uголникimiz sal siljadi shekilli. Mana filtramiz joylashi, uголникimiz sal surilibdi yerga qarab. Endi filtrni surgandan keyin uголник ham ketdi-da. Mana bu g'isht tomon qo'ymadi. Butun salo chiqib ketdi. Buni hozir imkon qadar yopamiz. Filtramiz lekin yaxshi joylashdi. Mana shu yerda.